Assalomu alaykum, hozir obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar, charchamasdan manzarani qaranglar. Sizlarga o'zimizni jarayonimizni qo'yish qaror qildik. Jarayonimizdan lavhalar deydimi? Kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bular son demontaj bo'ladi. Ya'ni demontajni bo'ldik. Bugun 3 kuni holatda ya'ni bitirib olgandan keyin bu tomonini qilamiz. Pagodaga qarab ular bizni qo'llab-quvvatlab turadilar. Barcha kommentariyalarni akalarimiz o'qib xursand bo'lib deyapti. Shirin tilaklaringizni bildirib qo'yinglar, izohlarda. Men sizlarga bo'lmasam ichkarilarni ham ko'rsataman hozir. Ichkarida polni devorlarni demontaj qilyapmiz. Buzib yuboryapmiz. O'xshatish olmagan, dekorativga qilaman deb nima bo'lgan. Mana shu tinchgina shu qishloqqa kelib olganmiz. Mana bu ham buziladi, polni boshqatdan qilinadi. Bismillah. Akalar, shu devorlarni amasrlarni ovordik. O'xshamagan, vanna bo'lib ketgan. Keyin devor dekorativga qilib ko'rganda o'xshatish olmagan. Buni buzyapmiz hozir. Sizlarga pastlarni ko'rsataman. Bu ikkinchi etaj devorlari hammasi buziladi. Keyin millionlari ham buziladi ponni. Keyin ponni boshqatdan mana shu qadimgi shkaturkani ovormagan. O'sha orqasida treshina ketgan. Bu bizning ishimizni 5 oydan keyin, 6 oydan keyin, bitta qishdan keyin o'sha hammasi po'qqillab tushib beradi. Nima deysiz? Mana treshina bor, u ish bermaydi mana. Setka qo'yishgan, u setka orqasi bo'sh o'sha lapamay yotibdi. Oldingi, bizdan oldin qilganlar eplolmagan ishtulardan olib qo'yib bizga bergan. Shunaqa devorlarida rasvosini chiqarish bor ekan. Yomg'ir yog'ib, suvlari tozroq. Mana buni shular hammasi mana maylar sillar bo'lib qolgan. Anaqa chiqmagan. Fakturasi o'xshamagan. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa biz sizlarga mana shu ish jarayonida demontajidan tortib to bitguncha biz sizlarga qo'yib boraveramiz. Sizlar bizni kuzatib boraverasizlar. Inshaalloh qo'limizdan kelganicha yaxshi narsalar qo'yishga harakat qilamiz. Mana o'sha hech qancha bo'lmasdan o'sha tashashni boshlagan. Mana yerda treshina bo'lgan, eski treshina, yangini ham treshina qilgan. Mana maylarni qaranglar. Shuning uchun обязательно qayda bo'lsa ham eski shkaturka bo'lsa-ki, uni olib tashlab, devorni yaxshilab yuvib, keyin gruntovka qilishimiz kerak. Ana shunda ishimizga garantiya bera olamiz. 5-6 oydan keyin bitkizib ketganimizdan keyin buzilib, pachag'i chiqib tursa, kim qilgan desa, o'zbeklar desa, ular ishni bilamidi deydigan orqamizdan butun O'zbekistonga gap kelmaydi. Mana, xudo xolasa maylarni demontajlarini chiroyli qilyapmiz. Buzib, devorlarni ochyapmiz. Keyin yuvamiz ini. Chotki qilib. Keyin gruntovka beramiz. Mana bu zal
Buni bir chiloyini olib ekib sakardi uni ham. Usti dekorativga bo'lgan edi. Bu yerlar ham pollari lelolon bo'lib, rosa chiroyli bo'ladi. Xullas. Kirsa havas qilgudek qilib, inshaalloh sizlarni poddeshkalar bilan chiroyli qilib bitkizib beraman. Mana menga karkasini to'qib qo'ydik. Xudo xolasa. Mana shular hammasi chiroyli qilinadi. Mana eshiklar hammasi olishadi. Mana shu ham buziladi. Buni ham qaranglar o'xshamagan. Mana shunaqa edi. Hamma devor buzib chiqyapmiz. Bir chekadan. Amstronlarga cho'ng qo'yilgan edi. Ovardik. Biz aytdik, biz qabul qilmaymiz dedik. Biz garantiyamiz bor 1 yilga. Chunki men buni nima qila olmayman dedim. Buzamiz, g'ishini chiqaramiz, yuvamiz, qaytadan shkaturkasini qilamiz. Negiga ishimizga garantiya beramiz deb aytdik. Shundan keyin buzishni boshladik. To'g'ridan bo'ldi. Bu yerda karayetlar urildi, katalog qilindi. Endi bizni bu tashqarida qiladigan ishimiz lesensani chiroyli qilib betonga qo'yamiz. Ustidan kapelini yopishtiramiz. Bo'ldi. Bu yerda qilinadigan ishimiz shu eshiklarni almashtirib, lesensalarni chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa kafellarini qo'yib, o'xshatib, inshaalloh shu jarayonlarni ham sizlar bilan birga ko'rish nasib qilsin. Shu kungacha Alloh taolo umrimizni ziyoda qilib tursa, hammasini birgalashib bitiramiz. Sizlar biz poddeshka qilib tursanglar bo'ldi inshaalloh. Qolgani go'zal bo'ladi. Mana bu yerda bizni qilgan ishimiz lesensani mana shu yonboshida eski g'ishi bo'lgan oldingi. Shu g'ishini buzdik, demontajini qildik. Endi yangi g'ish qo'ydik. Yonini o'tublik qilib turib, sirazi nima qilamiz? Mana bu yerda ham tayyorlab qo'ydik, g'ishimiz yo'q. Eshik olmashadi bu yoqda. Ponni vadastolkalar olmashadi. Bu tomdan tushayotgan musullar. Mana ustagalar olyapti, mana deslarga. Bular soat 4 da sahar boshladik. Salqin qolaylik deb. Bugun sal ob-havo shabada edi. Chicha qolib tugatib beringlar akalar deb. Ertadan sahar chiqmaymiz deb. Iltimos qildim, bo'pti deyishib tugatishyapti. Ustagalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar ustagalar, rahmatli ziyorat qilib. Bu yerda mana shu nimani sal chiroyli qilib qo'ydik. Shkaturka, cho'rnavini urib. Endi bu yerda tomi olmashadi buni, narigini tomi bo'ladi. Bu yerda so'killar karayet bo'ladi. Karayetini qo'yiga jo'nab kelib qo'yganmiz. Prosta biya chang bo'lib ketmasin. Shkaturka qilganda loy bo'lib ketmasin deb qildirmay turdim. Mana shunaqa. Akalar, Allohga omonatsizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'lmagan, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Kattakon rahmat sizlarga.